Burunga qaraganda bu o'ylarni yasab, xil unda yasabsizlar. Voy. Siz yana xato kelib qolgansiz, ha? Jinim aka, yana jo'lib qolmagansiz? Bu men kirganda mana matamda bir gilam. Men ishituvdi bir meshvar edi. Meshni bir mishvar edi. O qiliqlardan tatbiq bilan o'rishdim. O'chaqda bu o'ydi. Hozir bu choyxona. 2816 o'rin almashqanda qimmat o'zgarmaydi-ku. To'g'ri. Qo'y bu odam bizning uyga kirgan. Bizning uyga kirganmi? Yo'q, burun qo'ygan. Kirgan. Ikki bolangiz bor, ha? Unda bir eringiz bormi? Uni olib ketgan. Yaxshi qilibsiz, unda ajrashib ketib. Bu noat askini bitsa, o'ta mutahammin bir narsa bu. Demak, buni choyxona denglar. Shunda. To'g'ri, mana qilaylik. Bu me'morlarni chaqiribmi, bu yerga yiqil bo'lgan me'morlar emas. Shuning uchun bu oshxonadagi jimi yeydigan taraq-turuqning hammani to'kinglar, mana pulni men to'layman. Voy, rahmat. Qur'on aytgandiki, men bir qozon go'sht solay. Bekaga. Mavhid bola. Aka, meni vodkamni berang unda. Voy, sening vodkang siliq do'qqidiki. Sağırdım şaşırdım sen. Anladım. Kaçangıç paç harak setip жүрсе deyman uka. Bunda cho'ngroq do'konlar ochmansa, mana boshliq mi kapti, yaxshiroq yerdan bir do'kon olib qo'ysin. Ama boylarimiz bor. Ancha-muncha yordam qiladi. Cho'ngroq Tallabozdan bir ochmansa, mana bizda. Agar do'konni kengaytirib, bu Tallabozdan ochirgan ishinglar bo'lsa, meni iqtisodiyotda men yordam qilaman. Mana bu aql o'tirishimiz bor. Biz mi ishlaymiz, qanday jinim aka? To'g'ri. Jinim sening xizmating yo'qmi? Jinim aka, bizga shayton toshatdi. Tijorat qilamiz deb shu xizmat tariximizni setib qarang. Dengizga sakrabsizlar-da. Suv ishni bilamsizlar? Yo'q. Nimda xatarli? Gulram, bo'g'loq bo'pti. Endi Savrning Tallabozda ishlab pul tepib, igilikni qaytadan tikilsanglar bo'lmadimi? Ay aka, haqni qildi pul yo'q. Nisiga oldi deyman. O nisini nada qo'llab yuradiganim men. Uni bu ishni muoshini qada qilaman. Nesidan g'am qilma. Mana men Hasanjon Saqchi ekanman, nesini ishitaman. Hasanjon Saqchikamdan unda ushaq-tushaq ishlar sanmaymiz deymi? Shu emasmi? Menda cho'ng-cho'ng Yanchiqchilar bo'lsa, To'g'ri. Hasanjon ukam seni bir yanchiqchidan keyin Qashqarga qo'g'lab qoldi deydi. Bizga ishning cho'ng kichigi yo'q, hammasi o'xshash. Lekin jinoyatchilar nerda bo'lsa, biz shu yerda bo'lishimiz kerak, shundaymi? Rost Hasanjon, o'tganda bu ayolim ikkimiz dibog' bo'lgan. Bani oltin uzukni tushirib qo'yaptik. Shuni bir tepasiga o'tdik jinim aka. Ha, rost. Gulram, bu uzukni o'ng'ingizda yutirib qo'ydingmi yo tushundimi? Voy, rost o'ngimizda o'tgan to'yimiz bo'lganligining bir yilligini xotirlab bilib dibog' olgan to'qchiyadi. Qayraganda dibog'disligini nima deyman? Ushaq bolalar qisilishib. Mush dibog'da bor-ku. Mush haqlarni tamsi o'ynab o'tib, chandumay haqni qo'lda uzukni sharttirib oldigan, uni texniklik o'g'irlab bor deyman hozir. To'g'ri aytsiz. Hozir zamon taraqqiy qilgan sari kishilar qo'lishib ketdi. Bu jinoyatchilar ularning vositasiga har xil rang bo'lib ketdi deyman. Mushlarning oldini olish uchun biz har ish qilib kech-kunduz uyqu yo'q aka bizga. Hozrat, sizlarning xizmatingizmi taskan jumoq. Albatta, biz butun zehnimizni ish qilib, jinoyatni yiltizdan yo'qotish uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Masalan, saqtimolni sotuvchilarni emas, yasug'chilarni, zaharlik chekimliklarni chekkichilarni emas, yasab, yo'tkab sotuvchilarni, yanchiqchilarni emas. Yanchiqni chiqish kerak-da. To'g'ri. To'g'ri o'ylabsiz. Bu saqchilarning xizmatimi haqiqatan jafoliq juma. Jin jafoliq. Men bu saqchilarning bu kech-kunduz ishlab totayotgan jafosini ko'rib, bu ishim og'rib ketib, oqshomlari bu she'rlarni yozib, dutorlar ohanglarni ishlab qo'ymoqda. Yo'q, jinim aka, unda bo'lsa, men aytlik hammamizga bir hech qilib Ayta. Bo'pti. Aytlik chipray, dutorlar chiqaman, dutorlar. Chiqib ketgan. Tutam seni. Aytira. Akşamı talağa çıkmasan tıkı, Patlını iz qo'g'lab tutmasan tıkı, Xalqni xotirjam qilmasan tıkı, Jahonda hammadan saqchi maqtas. Saqchilarning turmushini haqiqatan aks ettirib berdingiz juma. Senda ayolingga atgan chay atkizib qo'yib, naqsh ishlaydan ketib kelsan.
Ey, xotin kishi degan o'g'il, unda ushaq ish qilmaymiz deymiz. Cho'ng ishlar solsa bunda. Voy, sizning ayolınız nimish qildi? Mening ayolim yo'q qara. Voy. Voy, senmi boytaqma? Xetni berayotgan. Bu dil acayip murakkablaşıp ketdi. Ash ko'tara. Qara, boshimda so'zlasa. Ha, sobiq xotinim qannavat tatliq turim desa, jinini tikib qo'yapti-ku. Qaysi? Mush uydagi tatliq turim qannavat deganda, mush ot qo'noq yeganda tarasib deb tushdi dedimi? Yo'q. Ayolun tap çıkkanda. Voy mana. Bana kendi bilmek kim otağına? Keyin qanday bo'ldi? Keyin qadavlatdi. 30 ga kirmay turib jimi tishidan arilib maq bo'ldi. voy bu mak oldu deb xetni berib o'tirgan gapmi? Bu ishingiz soz qamlashmabdi. O sizmi toza vafosizlik qilsiz-a? Unda ish yo'q. Men shu vafosizlik qilmayman deb chet elga chiqdim-ku qishloq xizmatda. Voy, senmi chetga chiqqanma? Ha, chet elga chiqsam, voy Aysajon ayol bilan chiqibdi deb mush chetga so'ngtinglar araya choy boshlab ketdi qara. Shuni bilan kunda o'tirish, kunda mashrab. Aroq deganni ishiyotgan, bu aroq degan ishni bilib qolgan, at deganligi qo'polmayotgan. Asrutun taladı soğuzuna işimiz Aysa düşmemiz deb saqlayapti. Jinim aka, ot chatalda ot ishakkan. Sen inovating bakan jimasini. Biroq chatal gibi xotna chiqqanday kishi. Qo'y ko'rishdik deb quchoqlab qo'yib, faqat xotinning fayzini qo'ymadi ular. Ey, senmi qarab turmagansan aqchan? Qarab turib bo'lmaydi ekan. Axir qanday bo'ldi axir? Axir qanday bo'ladi deb qaytgan xetni beribdi. Jinim aka, ot chataldan munda bir oltin ekanmidingmi? Ey, men Hasanjon Soqchidan so'rab baqa chataldan oltinga kirgan olamda. Shuning bilan ashadil 30 kishini oltindan qitlar, chigirdan kirgan kishini tapdim, berdi. Ay, ahmak. Undan qildiq odam ayolini qo'llarini tirnoqlarida qo'mirib tutlab, oltinni saqlab kelganki yuvasaqmabdi. Ey, o'chaqda qonunning birimi daqcha. Ey, xotinning 30 kishini taqining chaqchaqmi ya? Chaqchaqmandir ku. Cho'ng apa go'sht pishkapti, aqcha. Mana. Qara. Aqcha. Yo hazrat, yo hazrat. Qayoqda? Bizning umrimiz mana bu etizlarning ishi bilan o'tibdi. To'g'ri. Ha, biroqlar kichik turib chet-ellarga chiqib, nurg'un yuz obro'ga erishibdilar mana. Ey, shuning qaraganda mush boshliqlar bilanmi xil ko'ngil yaqin kechmasin ekan. Hamda yuqori tuman boshliqlar bilan munosabatimiz xeli yaxshi. Xeli ishlarni hal qilgan biz. Hey, jinim aka, makina bekla. Nima bo'ldi? Boshliq oxirida ikkimizning xizmatini bir hal qilib bersan o'tib kel. Alloh qilgan bek yaxshi bo'ladi. Qilgan yaxshi qo'yib olmay to'g'ri. Mana bunda pulga mesh chiqmaydi. Bu Mana beray. Hadi undan chiqdimi? Mane, men izam olmayman, munosabatli odamlar bermayman. Maqul deb qo'yay. Ukam, mening sizga bagdek bir nimammi yo'q danga. Mening ish balamning ishig'imi azroq bir yordam qilib qo'ygan bo'lsangiz bo'pti. To'xta, nima ishdi? Qarang, balam oliy maktabga imtihon berib o'tgan tidanga. Maktabga kelsam, maktab to'laydigan pul imtihon yuqori ekan. Yuqori hozir maktabga. O'qitay desam, texe. O'qitmay desam, texe. Beshirim ketib qoldi. Mushning azroq bir yordamingizni qilib qo'ysangiz bo'pti. Aysajon balam. Bu kishi kelganimi xeyli uzun bo'lib ketdi. Faqatla bolasining ishini hal qilolmadi. Qo'lingizdan kelsa bir yordam qilib o'ting jinim balam. Savob bo'ldi. Demisimi bu dehqonlarning yuki haqiqatan eg'ir. O'zi mushning bir yordam qilib qo'ya. Bo'ladi, yordamni qilib qo'yay. Lekin kelar yildan boshlab chamg'a bilan savuz dedim mana bosh ustidir. Ma'qul. Bolangizdan ishga kelsak, men hozirlashib munosabatli odamga telefon qilay. Voy, rahmat. To'xta. Men hozir telefon qilmay. Men naq maydonga beribla, ajaning o'ziga og'zimda sening ahvolingni debla. Tuturdi ekanman. Texi yaxshi. Aysa bo'lsin, mavo. Siz birdan o'tirib turinglar. 10 minut ketib qo'yapman. Bo'ldi, rahmat. Ey, dagmangdang. Azroq savoblab. Hozir kelaman. Makina. Ya, men hozir kelaman. Kelamagan. Voy, fikr. O saqtpas. Mushuning bilan qanchiligan odamni olding sen, ha? Mushkul oldimda? Shayninga tushkil xili uzun bo'lgan. Bu qatam isbot bilan tutildim. Nima isbot bo'ldi bu herifga? Hasan Jafta, satlashmayli, inovat tasbih tutdim edi. Isbotni chiqara. Mana isbot.
Sen ama bir zaman adam bala deyip demey. Bana. Muş saxtipaz aldamchiga aldanib judonlamasizlar. Mana. Ana, bachon. Rahmat. Manda. Fil uzi yetib ketamanmi? Bu dilo yani bıraktım murakkabını ketdi. Bu bayağıdın beri bir maç kızılı göğsünü böğürtüp etken. Bak çaylama bunu kim verdi hem de? Bakma ne benim insan yüzükle adaş. Handak gördün mü? Bak çiğne kızık ki. Bunu biz hayat deymiz bana. Oho, canım akıla. Hizmetini tepip bop çıktı hepimiz. Allah. Okıldım Xudoyim tova. Ettigen yakmışın ağzı qarab o'tiraveribdik deb edi biz. Voy bolalarım, hali qancha nodon bo'lsa, mashtaq pishni pasat yog'a yovdaq gaplarga ishinadi. Bizden sakçılarımız hakikaten sezgül cuma. Rost. İz. Balamның işi elop qalgan bo'ldi deb xo'sh olib ketibdi bitir. Aka. Ko'nglingizni yerim qilmam. Hayot degan mana mushunchalik ekan. Nurg'un umrimiz behuda o'tib ketdi. Endi qolgan umrimizda bir-birimizga mehr shafqat yetkazib o'taylik. O'g'lingizning oliy maktabni bitirmoqchi bo'lgan barliq xarajatini mana men ustimga olay. Nima? Rahmat ukam. Men bugun olamchi xushal bo'ldim. Jahonda bir-biriga mehr shafqat qildigan, bir-birining dardiga darmon bo'ldigan odamlar yanada ko'pga. Mening bugun ro'yim shunchalik ko'tarildi. Yaxshilik aman yadi qolmaydi. Rahmat sizlarga. Rahmat bolam. Davlatingiz teximiz ziyoda bo'lg'ay bolam. Bugungi bu oddiy choy bizning sizlarga qilgan hetlik choyimiz olsun. Bugün atığımı hit, anığımı hit, balığımı hit, hemmimizge hit. Lekin sizlar ata ana ballardan, ayaladan ayrılıp bu şu çayxanda oturuvatsizlar. Asıl sizlarning illik ailanglar bo'lsa, turmushinglar xotirjam bo'lgan bo'lsa, balajaqlaringlar bilan xotirjam, xushal-xo'ram mushu hitni o'z uyinglarda o'tkazgan bo'lsanglar, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi. To'g'ri deysiz. Rahmat sizga apa. Hayot haqiqatan qimmatlik. Shundoq bo'ladi. Mal dunyo bo'lgan bilan turmush baxtlik, xotirjam bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Mana men hozirlik qaytib berib, xotin baldirimni o'z uyimga qaytirib kelaman. Yaxshi qildingiz bolam. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Hamma ish ko'ngildagidek hal bo'ldi. Ha. Biroq bizning xizmatimiz Sılırım. Sizler hatırcan bulunlar. Bizim idarada məxsus iş ornudan qalğanlarga texnik ögütüş ornu var. Sizler aldığından birer texnik ögününler. Anındaki ben sizlerine muvafiq bir hizmet ulaştırıp koyay. rahmat. Rahmat aka. Rahmat Yosinka. Rahmat aka. İsip. Loy sudek düşüp ketken ömrüm. Ben azgandek savurkanın botkisini baka-bakadan araklı maktab ottağıca. Muşdak isil adamlarımızdan maksamçı. Hemmimizin ko'ngliga insaf bersin. Diyonatlik bo'laylik.